hamda qizig'i intoyin chiroyli nasihat qiladi. Gapni jiq qilmay, dadang pachig'ini chiqavatgicha asta qechib ket bo'ldi. Lekin atdigandan yog'i xalqning to'yini qalaymaqon qilayotgan Raj bu payt kelganda tuyuqsiz oliyjanob bo'lib, men degan cho'nglarning roziligini ilib, dog'dam qadamlar bilan ochiq-oshkora Simronni amrimga olaman deydi. Ey, atdiganda yog'i ne qilding, ha? Baxumsizlikning hammasini qilib, xalqning bo'layotgan to'yini qalaymaqon qilib, amdilikga kelganda yaxshi odam bo'layotdimsa, qachotqi changni yeydigan bijdimikan ma'mi. Unda odam boshsila elchi kirgizsan ummamdi. Yangsong bir nima kelsajimi o'sanmi? Dadisining zakaz unmaydiganligi ko'z yetgan Simran azoblanib Raj ishkisining rasmiga qarab o'ltirganda, Hindistonning yo'q yerdan ish topadigan tayin yo'q bir shamoli chiqib, rasmni uchirib Pujang apandimiga tashlab berdi. Pujangning ko'zlari poltiyib chiqib, bu rasmga go'yo CT'ga rasmni analiz qilayotgan doktorlardek qattiq qarab etdi. Va Rajning qachat-pachatlardan uch chiqarib, bitchal Rajni urib yig'iltib etdi. Bu chaqda Simran xalqlarning to'silishi qarmay Rajning qo'yniga o'zini otdi. Xalqlarma bo'pti ki po'z qilib olsin deb Rajning tayin yo'q leksiyalarini anglab, kinoning 5-10 minut vaqtini o'tkazib etdi. Ümidsizlangan Raj oxiri Angliyaga ketmoqchi bo'ldi. To'yda mag'inam yomon esqatidi-ku deb ishongan to'y yigit Kortash Rajning ketmoqchi bo'lganligini ko'rib, qattiq ümidsizlanib, Hindiston sara bollari bilan azroq qoidasini qilib qo'yayli deb birlikda uzat qila chiqdi. Hamda bekatda Rajning oltini to'sib olib, Chichang Chingling to'ka Chingdek mullaq etib beri deb uni yomon urib etdi. Yomon urib etdi. Ish bag'asir cho'ng'i chiqib ketdi. Dal mush paytda Pujang apandim maydonga chiqdi. Zadi Pujang degan Pujangda bir ig'iz gap qilmay tusumu, hamma odamlar joyida qo'qqindan midri olmay qoldi. Hatto poyizmi qo'qqindan asta ming'otdi. Ishlar besiqdi. Raj bilan dadisi bir obdan bo'layotgan to'yni buzib, asta qaytmoqchi bo'ladi. Pujang apandim poyizning kayindan yugurmoqchi bo'lgan Simranning qo'lini ching tutib oladi. Dada, qo'yib et. Ey, qo'yib et meni. Dada, unda qilma. Dada. Ey, qo'yib et. Ey, qo'yib et. Ey, qo'yib et, dada. Qo'yib et. Ey, qo'yib et. Qo'yib et. Og'irda. Ey. Bek boldur qo'yitib qolsam, mau qutlarning oldida sat bo'lmasin deb o'ylagan Pujang apandim poyiz minib xeli vaqtdan keyin Simrani yetishemamdu deb qo'lni tuyuqsizda qo'yib berdi. Yondagi bechara qudlar nemish bo'lganini anqiranmay qarab turib qoldi. O'zada nim bo'lib ketgini. U ishkisi oxir murodiga yetdimi? Pujang apandim to'y milni qaytirib berdimi? Simranning to'yiga boraman degan neliq do'stri zodi to'yiga keldimi? Eng muhimi, bu rasmni zodi kim tatdi? Javobingizni pinglunchud saqlayman. Shuning bilan bu kinorimizni tugdi. Ahli qobiliyatingiz barmoqtilla cho'ng bo'lsa, kinoning oxirchi deb so'ramasligingizni umid qilaman. Chunki tugdi.